Shahar markazidan dupleks variantda kvartira sotuvga chiqmoqda do'stlar. Lokasiya juda ham zo'r, qarang. Shundoqqina yo'lda bo'yida biznesni rivojlantirish bankining shundoqqina yonginasida joylashgan qadrdonlar turar joy majmuasidan birinchi qavatidan dupleks variantda kvartira sotuvga chiqmoqda. Lokasiya juda ham zo'r, dom undan ham zo'r. Qarang, yagona kirish-chiqish joyi, ichkarida parkovka, bolalar maydonchasi mavjud. Ideal lokasiyadan juda ham zo'r holatdagi 7 qavatli novostroyka binoni birinchi qavatidan dupleks variantda kvartira. Lokasiyani ko'rdilaring, juda ham yaxshi, yagona kirish-chiqish joyi. Birinchi qavatda joylashgan kvartira, qarang. Bu tomoni tashqaridan kirish qismi. Bu yer kengina hol qismlari bo'lyapti, patologlar ham baland, oqsuvoq holatda patologlariga mana ko'rishingiz mumkin. Gipsokartonlarda ishlov berilgan. Xo'p, oyoq taglari to'liq istiqbol qilingan. Ko'rishingiz mumkin. Ha, bu tomonda mana kirishimizda chap tomonda bitta xonasi, birinchi qavatda ikkita xona, sanuzel va oshxona mavjud. Elektrikalari ham bo'lgan. Bu tomonda oshxona, ko'rishingiz mumkin, duh konturli kotyorlari qo'yilgan. 136 kvadrat foydali maydonga ega. Bu tomoni umumiy sanuzel, ko'rishingiz mumkin. Tepada ikkita xona, bitta sanuzel, bitta oshxona, pastda esa 3 ta xona mavjud. Endi pastni ko'rib chiqsak, eng qizig'i pastda ham alohida kirish-chiqish joyi bor. Ya'ni xohlasangiz nima deydi, ikkita oila uchun yoki katta oilalar uchun zo'r variant. Qarang, alohida kirish-chiqish joyi. Shunday pryamoy bu tomondan chiqsangiz, podyezdga chiqasiz. Juda ham qulay. Xuddi qarang, tepa bilan bir xil bu tomon ham. Kengina hol, bu tomonda bitta xona. O'rtada bitta xona. Bilsangiz, bu tepada bu xona oshxona bo'lgan, lekin bu yerga oshxona kerak emas. Bitta xona sifatida foydalansa bo'ladi. Bu yer umumiy sanuzel, qarang, planirovka bir xil. Bu tomonda yana bitta xona. Ushbu dupleks kvartira mana shu holatiga $65,900 umumiy narxiga sotuvga qo'yilyapti. Albatta, kami bor, qiziqqanlar bu raqamlarga aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Bizga obuna bo'lib qo'ying, sizlarga bundan ham yaxshi uylarni ulashib boramiz.